Bu yil iyun oyida Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zeniz homildorlikdan saqlanish, majburiy tug'ut cheklash, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini kontrol qilish harakati nomli bir hujjatli doklad e'lon qilib, Sharq Turkistondagi tug'ut nisbati va nopozning tabiiy ko'payish nisbatining shiddatli holda tuvanliganligini, jumladan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan nopoz cheklash harakatining lager qurilgan mazgillarda texmi avjiga chiqqanligini oshkorlagan. Adrian Zeniz dokladida Xitoy Kompartiyasi va ba'zi yerlik hukumatlar o'z e'lon qilgan hujjatlar va statistikalarga asoslanib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar o'ltiraqlashgan joylarning hammasida nopozning tabiiy ish nisbatining 2014-yildagi 15%dan 2018-yildagi 4%ga yetmaydigan saviyaga tushganligi, 2019-yil Sharq Turkistonning janubidagi 3 viloyat bir oblastda tug'ut yeshidagi ayollarning kam deganda 80%ga uzuk selib homildorlikdan saqlanish tadbiri e'linganligi, 2017-yildan burun Xitoydagi tug'ish nisbati yuqori rayon bo'lsa-mu, 2017-yildan boshlab Xitoydagi tug'ish nisbati eng tuvan rayonga aylanganligini oshkorlagan. Ayni chog'da bu doklad Uyg'urlar qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligining dastlabki isbotlari sifatida xalqaro zo'r inkas qo'zg'agan. Adrian Zenizning aytishicha, Sharq Turkistondagi bu yaqinqi bir qancha yildagi tug'ilish va tabiiy nopozning ish sur'atining tuvanlishi shahar markazida emas, balki yezilarda yuz bergan bo'lib, bu Xitoy ilgari surgandek zamonaviylikning oz tug'ishning sabab emasligini aniq tushuntirib berdi ekan. Xitoy hukumati yuqoridagidek paketlar asosida Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida doklad tayyorlayotgan tadqiqotchilarni va axborot organlarining xizmatini rad qilishni izchil davomlashtirmoqda. Reutersning xabaridan qaraganda, Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Zhao Lijian 16-sentabr kuni Amerikaning nopozliq jurnallaridan iqtisodshunos jurnal e'lon qilgan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini insoniyatga qarshi jinoyat deb baholagan vaqolni rad qilib, bu jurnalni tanqid qilgan. Iqtisodshunos jurnali Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyat qilayotganligi haqidagi yakunni tadqiqotchi Adrian Zeniz ta'minlagan po'latdagi faktlarga tayanib turib chiqargan.